ichi to'la yong'oqli nachinka, usti qisir, ichi esa paxtadek momoqqina sariyog' ta'mli. Bunaqa mazali bulochkalarni tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Birinchi bo'lib papara tayyorlaymiz. Buning uchun idishga 250 ml suv, 4 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari, 2 choy qoshiq quruq droji hamda 3-4 osh qoshiq un qo'shib, hammasini venchikda aralashtirib olishimiz kerak. Uni ustini yopib, papara ko'pirgunicha taxminan 20 daqiqaga issiq joyda qoldiramiz. Yaxshi ishlaydigan droji bilan paparamiz mana shunaqa ko'pirib chiqadi. Men doimgidek halol va ishonchli Baker Dream drojasidan foydalandim. Paparaga 2 dona tuxum, 50 gram sariyog', yarim choy qoshiq tuz solib, hammasini aralashtiramiz. Endi elakdan oliy navli unni oz-ozdan o'tkazib, yumshoqqina xamirqor borishimiz kerak bo'ladi. Doimgidek men ishonchli to'ron unidan foydalanaman. Xamir mana shunaqa ko'rganinglardek qo'lga yopishadiganroq bo'lishi kerak. Umumiy hisobda ushbu xamir uchun men 530 gram un sarfladim. Zuvalarni yog'langan idishga qo'yib, usti yopiq holda oshib chiqqunicha 1 soatga issiqroq joyda qoldiramiz. Bulochkalarning nachinkasi uchun 200-250 gram maydalangan yong'oq, 4-5 osh qoshiq shakar va 100 gram erigan sariyog'ni aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Oshib chiqqan xamirni bir xil 2 zuvalaga bo'lib, havosini chiqarib yubormasdan unlangan stolda 40-30 sm kattalikda ochamiz. Ustiga nachinkani teng yarmini surib, rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Xamir chetlarini yaxshilab chimchilab yopishtirib, tugilgan joyini tagiga o'giramiz. Rulet tepasidan 2 sm qoldirgan holda o'rtasidan kesib olishimiz kerak. Endi bulochkalarimizni xuddi ko'rsatganimdek o'rab, pishiriq qog'oz solingan list yoki qolipga joylashtiramiz. Bulochkalarni pishirishdan oldin usti yopiq holda yana 20 daqiqa oshirib olishimiz kerak bo'ladi. Oshib chiqqan bulochkalarni ustiga tuxum surib, 180 darajada qizib turgan duxovkaga ustilari yaxshilab qizargunga qadar taxminan 35-40 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Pishgan bulochkalarning ustiga xohishga ko'ra asal sursanglar, undan ham mazali va chiroyli bo'ladi. Yumshoqqina, juda ham mazali, hammaga birdek yoqadigan, yegan sari odam yegisi keladigan bulochkalar bo'lib chiqadi. Buni sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Barchalarga tavsiya qilaman. Retseptni o'zingizga saqlanib qilib, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'yinglar. Dasturxoningiz fayzli, pishirgan taom va pishiriqlaringiz esa doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.